Qadrdonlar, kanalimda doim o'zimiz dehqonchiligimni qo'yardim. Hozir 58 sotuvdan iborat tayyor biznes sotuvga qo'yilgan. Hozir men sizlarga to'liq obzor qilib beraman. Mana tayyor uylarim ham bor. Ichlarida remontlari ham qilingan. Shundoq kelib tayyor yashaydigan mana joylar. Bu yerda hammom, tualet, bu Toshkent shahari ichida qanaqa bo'lsa o'shanaqa qilib remont qilib qo'yilgan. Xo'p, mana bu yog'imizda tayyor molxonamiz bor. Molxona va bu yerda teplitsa. Qadrdonlar, to'g'rida ko'rsataman. Qator skladlar bor. Eshigi tepaga ochilib yopiladigan qo'rovulli turishiga xona, ichida dushlarim bilan birga hamma sharoitlari bor. Hozir mana ko'rsatib beramiz bitta obzor qilib. Mana skladlarimiz, tayyor shunaqa skladlar. Mana eshigi shunaqa yopilib ochiladigan. Mana. Xo'p, bu yerda qo'rovulxona. Qo'rovulxonaning ichida alohida dushovoylarim bilan birga mana bu xonadan kirsa, u yerda dushovoylarim bilan ozgina remontni bitirish kerak bo'lgan joyi bor. Letniy kuxnyalargacha bor. Keyin oxirida mana shu parnini obzor qilaman va bundan tashqari yana orqa tarafida 18 sotuv yeri bor. Mana letniy kuxnyalar qilingan, qozon o'choqlar qo'yilgan. Bu yoqqa mana gidroponika qilib qo'yilgan bahorda hosil olishga. Hozir issiqxonaga kiramiz. Mana issiqxonamiz. Mana bu yog'i bahor. Issiqxonamizda to'liq yuvan texnologiyasi qo'yilgan. Mana filtrlar bor, osmos filtrlar, sug'orish tizimlari. Issiqxonamizning o'zi 18 sotuvdan iborat. Isitish tizimlari to'liq qilingan. Mana bunaqa radiatorli pechkalardan qo'yilgan. Har bir qatoriga va qo'shimcha mana bunaqa elektrический pushkalar olib qo'yganlar, anomal sovuqlarda qo'shimcha isitiladi. Qadrdonlar, telefon raqamlarini qo'yaman. Telefon qilib, gaplashib, narxini o'zingizlar savdolashib, bemalol olsanglar bo'ladi. Joyimiz Chinoz bu. Chinoz tumanida. Telefon qilib aloqaga chiqaverasizlar, qadrdonlar.